Assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar. Hozir sizlarga Yaponiyadagi bir ajoyib joyni ko'rsatmoqchiman. Xullas, mana shu uzoqdan ko'rinib turgan mana shu bino bir paytlari 2 va 1-jahon urushi davrida 18, 19, 20 yoshli yapon yigitlari to'planib mana shu yerdan urushga ketgan. O'sha davrning voyenkomati degan bo'ladi. Hozirgi kunda bu joy shunchaki muzey sifatida saqlanib qolingan va taxminan $2 atrofida pul to'lab kirib tomosha qilib ketsangiz bo'ladi. Bu bino mana shu Yaponiyadagi mashhur milliy stadionining shundoqqina yonginasida joylashgan. Mana bu chiroyli archa ko'chadan yurib, to'g'ri borsangiz, to'g'ri ana shu binoga borasiz. Shunaqa gaplar aslzoda ko'rarmanlar. Yaponlar o'tmishda qilgan xatolardan xulosa chiqarib, rivojlanish tomon yo'l olishdi. Ilohim butun dunyoda hech qachon urushlar bo'lmasin. Salomat bo'ling.